تلویزیونی وطن دستور ملی وان او فرمای فلو وطن را دیدیونه دقیقه بودجا سامان Tigris ala adı bilen. Sevgi, muhabbet, yordam ve umid inson ruhining avqati g'izosidir. Qachonki bu g'izolardan uzoq bo'lsak, ruh ham o'zgarishga boshlaydi. Shuning uchun ruh sog'lig'i haqida so'zlash har bir oila uchun keraklidir. Hurmatli ko'ruvchilar, qizg'in va alangarli salomlarimni taqdim qilaman. Bugun tarix 4 avgust 2026 milodiy yili, men Najiba Ziyoyman. Siz Samon yo'li dasturi o'zbekcha barnomamizni Vatan radio televizioni tomonidan jonli ko'rmoqdasizlar. Dasturimizga har oy Afg'oniston turklarining bilimdon, doktor, shoir, qalamkash va san'atkorlaridan chaqiraman. Mana bugun ham dasturimizga hurmatli mutaxassis doktor Abdusalom Osip janoblarini chaqirganmiz. Inson hayotida juda muhim bo'lgan ruh sog'lig'i mavzusi haqida so'zlashamiz. Ruh sog'lig'i insonning tinchligi, o'ziga ishonchi, oilasi va yaqinlari bilan sog'lom irtiboti bo'lishi uchun nihoyat muhimdir. Bu haqda so'zlashamiz, ilmiy tadqiqotlari va qiymatli tajribalari bilan bu mavzuga bilgi beradilar. Agar so'roqlaringiz bo'lsa, menga yozingizlar, mutaxassis janoblardan so'rayman. O'zbekcha Samon yo'li dasturiga hammalaringiz xush kelibsizlar. Bینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون وطن، برنامه ازبکی سامان یول دستوری یا کهکشان، سلام و حرمت. امروز 4 آگوست 2026 میلادی است. من نجیب زیویی هستم و شما بیننده برنامه ازبکی سامان یول دستوری از طریق رادیو تلویزیون وطن هستید. در برنامه سامان یول دستوری یا کهکشان هر ماه یکی از فریختگان، پژوهشگران، دکتران، شاعران، نویسندگان و هنرمندان برجسته ترک‌های افغانستان را دعوت می‌کنم. امروز نیز افتخار دارم که جناب متخصص دکتر عبدالسلام آسم مهمان برنامه ما هستند. در این برنامه درباره مهمترین موضوعی که فعلا نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان مهم است، مشکلات روحی، روانی، دپرشن گفتگو خواهیم کرد. ایشان با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و تجربه‌های ارزشمند خود دیدگاه و اطلاعات مفیدی را در این زمینه با ما و شما عزیزان در میان خواهد گذاشت. جناب دکتر صاحب، پروگرامimizga xush kelibsiz. Da'vatimizni qabul qilib vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat deyman sizga. Sog' bo'ling, tashakkur. Men ham sizga, texnik yordamchilaringizga va biz sizni eshitib turgan, ko'rib turgan do'stlarga, vatandoshlarga va qadrdonlarga hammalariga sevgilarimni, salomlarimni taqdim qilaman. Doktor Sahib, albatta ki qaytadan xush keldingiz va barnomada o'zimning so'roqlarim bor hamda ko'ruvchilardan kelgan so'roqlar bor. Navbat bilan sizga so'ramoqchiman. Mutaxassis Sahib, ruh sog'lig'i haqida so'zlashamiz bu oqshom. Hamda ruh sog'lig'i hayotimizdagi ahamiyati uchun umumiy suratda bilgi bersangiz xursand bo'lamiz bu borada. Rahmat, sog' bo'ling, ko'p yaxshi savol. Ruh sog'lig'i xususida gapirishlik ham oson emas va bu kasallikni tashxis va tadovisi ham albatta biroz o'sha raqamiki o'zi pechida va ham biroz ham pechida, ham ko'p dilchasp va jolib. Buning uchun men umidvormanki, sizni tajribangiz soyasida va ham chevarligingiz soyasida inshaalloh yaxshi savollar hatman matrah qilasizki, vatandoshlarimizni o'sha ehtiyojlariga ko'ra biz javob qaytarsak, umid qilamanki bu program ular uchun ham biroz mufid tamom bo'lsa. Albatta, ruh sog'lig'i xususida men gaplarimni shuru qilmasdan avval bir ikki xususda arz qilmoqchiman va buki ruh sog'liq kasalligi misli bu uzviy kasalliklarday ko'p sodda bir shaklga tavzih berila olmaydi. Masalan, bir odam agar bir joyi singan bo'lsa ustaxoni, aks olinadi, ko'rinadi, ko'zga ko'rinadi.
to'g'ri. yo ham masalan fishori baland bo'lsa olay fishorni bog'laysiz, tashxis qilasizki fishori baland bo'lgan deb, yo hali ayrim muoyinalar chiqqan, bu muoyinalar qilinadi va u osonlikka tashxis bo'ladi. Vali ruh sog'liq undoq emas. Siz bilmaygan, ko'rinmaydigan narsalar ham sarko'riz bor. Masalan, g'am, g'ussa, qayg'u, ya'ni bir odamning ichiga ko'p bo'la shundoq bir g'amu, anduhu, alamu, g'ussasi bor. Siz buni ko'zga ko'ra olmaysiz. To'g'ri, hozir ba'zi muoyinalar topilganki, albatta ruh sog'lig'i kasalliklarida tashxisiga ham ko'mak qiladi. Vali yana ham uncha boshqa uzviy kasalliklarcha ko'p emas. Bu bir. Ikkinchisi buki sog'liq chunki biz har vaqt gapiramiz, har bo'lim ikki bo'lsa, ehtiyot qilmasak o'sha tibbiy istilohlar bilan hashir nashir bo'lib ketamizki, sonra eshitayotgan do'stlar undan bahra ololmaydi. Buning uchun men ko'shish qilamanki, bir soda shaklga vatandoshlarni biladigan shakliga xizmatlariga arz qilsam barnomaga. Albatta Dunyo sog'liq tashkiloti sog'liqni mana bunday ta'rif qiladi. Aytadi, bir odamni biz vaqti sog' va uni sihatmand deya olamizki, jismiy tomondan, ruhiy tomondan va ijtimoiy tomondan rohat bo'lsa. Endi ruhiy tomondan va jismiy tomondan sog' bo'lsa va ijtimoiy tomondan, ya'ni hayot tarzi ham boyad normal bo'lsa, u bir qiyinchilikka muvojih bo'lmasa. Endi bu ko'rsatadiki, vaqtiki bir odamda ruhiy bir tashvishi bor, kasalligi bor, u sog' aytilmaydi. Vali badbaxtona bunday bir odat borki, xususan Afg'onistondagi ba'zi muhofazakor o'lkalargaki fikr qiladilarki, men bir kasallik sababli, masalan ruh cho'kishlik bo'lsin yo boshqa ruhiy kasallik, doktorga borsam, Xudoyni xohlasa devona demasinlar, buni a'sob xarob demasinlar deb tashvish qiladi, bormaydi. Mana shunday bir qiyinchilik bor. U yana ham ba'zan bu kasallar vaqtiki doktorga murojaat qiladi, agar ruhiy kasalliklarda mutaxassisi bo'lmasa, ular to'ppa-to'g'ri kelib ruhiy kasalliklarni bayon qilmaydilar. Qalbim takon qiladi, uyqum bir oz buzilgan, ishtahom bundoq bo'lganda mana bu yerdan shuru qiladi. Buning uchun boyad o'ltirib, ko'p hafsala bilan gapirishib, bu kasalliklar boyad tashxis bo'lsa va tadaviga savq berilsa. Albatta aytish kerakki, har qanchaki ruhiy kasalliklar tez tashxis bo'lsa, tez tadavi bo'lsa, o'shancha mariz uchun yaxshi. Ham yaxshi tadavi bo'ladi, ham tez tadavi bo'ladi. Ruhiy kasalliklarga bir holat borki, agar bir kasal uzun bir muddat kishi bilan bu taklifini sharik qilgan bo'lmasa, doktorga ham borgan bo'lmasa, yo masalan bir xotin o'z hamsariga aytgan bo'lmasa, yo bir erkak kishi o'z xonimi bilan bu taklifini sharik qilgan bo'lmasa, buni yashirgan bo'lsa, bu kasalliklarda o'sha alomalari, nishonalari u kishini oldiga davom qilib, hatto bir odatga tabdil bo'ladi. Uning uchun bir oilaga vaqtiki, xususan eri xotindan birtasi bu ruhiy kasallikka duchor bo'lsa, u hayot sonra chekilmaydigan bir holatga keladi. U hayotdan hech qaysilari lazzat olmaydilar va badbaxtona va mutaassifonaki o'rga avlodlar ham badbaxtona bir ruhiy kasalliklar bilan muqobil bo'la oladilar. To'g'ri. Katta rahmat, juda muhim va foydali ma'lumot bo'ldi. Endi esa ruh kasalliklarni keltirgan sabablar haqida so'ramoqchiman, doktor Seb. Ruh sog'lig'ini buzgan sabablar nimalardan iboratdir? Ya'ni ruh kasalliklarida nimalar sabab bo'ladi? Bu boraga aytib bersangiz. Ruh sog'lig'ini sabablari juda ham ko'p. O'sha raqamki jismiy kasalliklarda sababi ko'p, ruh sog'lig'ini kasalligida ham sababi juda ham ko'p. Ki bu sabablardan ba'zilarini biz bilib ko'rib o'zimiz mutavajjih emasmiz, bilmaymizki mana shu ruhiy kasalliklarga sabab bo'ladi. Masalan, uzviy kasalliklarga biz bilamizki, vaqtiki bir g'izo ko'hna bo'lgan bo'lsa, bosi bo'lgan bo'lsa yesak, bizni mariz qiladi, buni bilamiz. Vali ba'zi holatlar bor ruhiy kasalliklarga ki
bilinadi, ya'ni biz uni ehsos qilamiz. Vali bu bir kasallikka sabab bo'ladimi, bo'lmaydimi, buni mutavajjih bo'lmaymiz. Va yo ham mutavajjih bo'lsak ham uni ko'rmasdan kelamiz, fikr qilamizki, albatta bu oddiy bir gapmi deb. Buni tushuntirmoq uchun bir necha guruhga taqsim qilib, buni sabablarini qisqacha men arz qilmoqchiman. Biri muhitiy sabablar. Masalan, bir odam bir joyga tiriklik qiladiki, u yerga oromlik yo'q, osoyishtalik yo'q, urush bor, jon amniyati yo'q. Va odam u yerga tiriklik qilayotgan kishilar haqpajonibki tashvish qilsalar va hayotlarini xatarga bo'lishidan andisha qilsalar, taban buni davomi ruhiy kasalliklarga, ayniqsa ruhiy cho'kish yoki afsurdagi ruhiy deydilar, unga sabab bo'la oladi. Va shu kabi ba'zi manfaatlarini yo chavkisini, ma'muriyatini yo pulu daroyisini qo'ldan berishlik. Bu ham xohlasa xohlamasa har kimki bo'lsa uni oldiga bir absurdalikka, ruhiy kasallikka sabab bo'la oladi. Yo ham bir azizini yaxshi ko'rayotganini qo'ldan bersa, Xudoning xosta, bu bo'la oladiki ruhiy kasallikka sabab bo'lsa. Va eng muhimi buki bir odam o'shandoq bir ich qo'yar, jon qo'yar, yo bir hamroz do'sti bo'lmasa ki iragiga ba'zi gaplari bor, uni bilan sharik qila olmasa, o'sha dardlasha olmasa, u ham katta, eng qiyin ba'zi ruhiy kasalliklarga sabab bo'la oladiki, buni ham biz bayat ko'zga olsak. Bu mavzularda bilishlik uchun men bir ikki misol arz qilmoqchiman. Ya'ni ilgariroq ham aytdimki, bir odam bir joyga tiriklik qiladi, oyandasini bilmasa, nima bo'lishligini bilmasa. Ya'ni Afg'onistonga masalan shu holat. Qizlarning maktabi ochiladimi, ochilmaydimi? Yo bu bilim yurtlariga o'qiyotgan yigitlarimiz, men o'qib xalos qilgandan nari bir durust vazifa topolamanmi, topolmaymanmi? Ya'ni men o'lkamga, mardumimga, oilamga xizmat qila olamanmi, qila olmaymanmi? Bir belirsizlik bor. Mana shu belirsizliklar, taassuf bilan aytishim kerakki, kattatarin sabablar ruhiy kasallik uchun. Buning uchun bir misol bermoqchimanki, bu misol agarchi bu bir tajriba hayvonlarning ustiga bo'lgan, vali ko'p katta bizga arzishli bir natija beradi bu. Bir nechta hayvonlarni bir joyga saqlaydilar, bularga sabz guruh yoqadilar, g'izo beradilar. Qizil guruh yoqadilar, shuki barqi beradilar. Bir muddatdan sonra bu hayvonlar har vaqtki sabz guruh yoqilganlarni biladilar ki mana endi g'izo keladi, og'izlarini suvi oqib, bir raqam esos qo'shlik qiladilar. Vaqtiki qizil guruh yonadi, bunga bir esosi hijrat qilib o'zlarini go'shalarga olib, bir raqam norom biladi. Bir muddat sonra norinchi chiroq yoqadilar. Bu hayvonlar hatto devonaday bo'lib bir-birini ustiga hamla qiladi. Nima uchun? Bilmaydi endi nima narsa bo'ladi. Yani taassuf bilan aytish kerakki, Afg'onistonga mana shunday bir holat. Yana nima bo'ladi? Oromlik keladimi? Yana urush bo'ladimi? Oromlik kelsa kim bilan keladi? Tuziy odam bilan ham keladimi? Yana o'sha takror bilan o'sha hodisalar qanday bo'ladi deb har kim bu tashvish qiladi. Yani oyandaga bir belirsizlik. Bu kattatarin bir sabab. Buning uchun bu muhitiy sabablar. Ba'zi vaqtlar bu sabablar o'zimizga ham marbut bo'ladi, insonni o'ziga. Injiq kishilar bor, kamavsala kishilar bor, xudpisand kishilar bor. O'shalarning vaqtiki mayliga ko'ra bir narsa bo'lmasa, o'zlarini o'zlari yeb ketaveradi. Ki andak bir narsaga uyqularini xarob bo'ladi, uni ustiga fikr qiladi, cho'rt qiladilar va o'sha zindalilarni xarob qiladilar bu sababga. Yo ham oilalarga ko'p muhim bir gap borki, buni aytishim kerakki, nima uchunki avlodlar insonda oyandasi, insonda katta sarmoyasi, ularning tarbiyasi uchun ko'p muhim. Ba'zi otalar va ayniqsa onalar borki, avlodga ularni birgasiga barxo'rd qilishlik, katta qilishlik zamoniga bir oz to'g'ri yo'lga emaslar ular. Ya'ni to'g'ri bir shaklga bu avloddorlik yurmaydi.
bu ma'nogaki masalan ba'zi ota onalar borki avlodini shuncha noz beradi, shuncha unga e, noz berib uni sevadiki u ham sonra bir ozroqgina sho'xlik qilib erkalik qilib shonasiga chiqmoqchi bo'ladi, dafatan unga xushunat qilib bir shapot urib ustiga qolma qoldi boshlaydi. Qarangki 5 daqiqaga ikki holat ko'rinadi. Necha daqiqa avval, 3-4 daqiqa avval bir mehribon, bir ko'pbola ulfatli bir ota ona edi, bir 5 daqiqa sonra komilan hashin bir ota ona. Buni ikki qutbli ota ona deydilar. Ki bu ham avlodlarga ko'p yomon ta'sir qiladi, katta bo'lgandan nari ko'p yomon ba'zi takliflarga sabab bo'la oladiki, hatto shizofrenik yomontarin bir taklif unga ham sabab bo'la oladi. Albatta ruhiy kasalliklarda ba'zilari irsiy bo'la oladi, keyin onani qonidan birga keladiki, buni albatta o'sha yuzdasi ko'p oz, vali ko'proq shu muhitiy ta'sirlar, insonda o'z narsasi, o'zidan mancha olgan ta'sirlar. Ko'p sodda bir misol, ba'zi odamlar bor, bir katta tojir mol vorid qiladi, sotgandan nari bir haftadan nari sonra biladiki agar men bir haftadan sonra sotsam edi bu $1 million izofa masraf qilaydi. Hol foyda qilaydi. Holbuki şu hozir ham qilgan foydasi bir umr unga yetarli. Vali uyqusi xarob, bir hafta bu ranj eltadi, u taklifu o'ziga bir musibat sotib oladi. Holbuki ba'zi odamlar borki hammollik qiladi, o'sha o'ziga bir yaxshiroq ish qilgan bo'lsa, u 5 sanon ko'proq olsa, undan ko'ra tapqush odam yo'q. Qarang, ko'p narsalar borki, insonni o'ziga ham marbut bo'la oladi. Mana shular albatta ruhiy kasalliklarda ba'zi katta sabablardanki, umid qilamanki biroz tavsiya bera olgan bo'lsa. Albatta ki rahmat doktor Saib, bu qiymatli bilgilaringiz ko'pincha uchun juda foydali bo'lib o'tdi. Doktor Saib, ko'ruvchilarimizdan WhatsApp orqali ko'pcha so'roqlar kelgan. Samol yo'li dasturi muxlislardan, muxlislarimiz ismlarini o'qib o'taman. Undan keyin so'roqlarni ham so'rayman. Mujdajon Mirzo, Ulug'bekjon, Ilhombekjon, Otilajon Soyi Ziyoyi, Nasibajon, Chag'toyjon Soyi, doktor Saib Firdavs Aziziy, Sulton Ziyoyi, Oybegum jon, Oysaib Yusuf, Nurahmat, Qapchoq, Changiz, Qarloq, Arsalon Qarloq va O'ktoy Qarloq qizg'in salom va hurmatlarni taqdim qilibdilar. Alayhissalom deymiz, bizlar ham salom va hurmatlarimizni taqdim qilamiz. Ko'ruvchilardan kelgan so'roqlardan birini tanlab so'ramoqchiman doktor Saib. Bir ko'p kishilar o'lkamiz Afg'oniston yoda boshqa o'lkalarda ko'rganimizga ruhiy cho'kish yo depressionga kiradilar. Kasallik qanday topiladi debdilar va buni nishonalari nima narsalarda agar qisqagina aytib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'sh qilaman, men ham bu do'stlarimizga qizg'in salomlarimni taqdim qilaman. Umid qilamanki har joyga bo'lsalar sog' salomat bo'lsalar. Rossiya ham Afg'onistonga kasalliklarni boshiga shu pilla bu shartlarga ko'ra ruhiy cho'kish yo afsurdagi ruhiy deydilar, juda ko'p ko'rinadi. Ki gohi bu o'zi mustaqil bir shaklga ruhiy cho'kish yo afsurdagi, ba'zan ham anxiety yo hijrat bilan ikkisi birlikda ko'rinadi. Bu albatta ko'p sabablari bor. Buniki ilgariroq ham aytib o'tdim. O'sha raqamki g'am g'ussa, xudoy xohlasa bir yaqinini qo'ldan berishlik, yo ham bir chavki u maqom u manzilatini qo'ldan berishlik, vatandan uzoq bo'lishlik, muhojirat, g'urbatlar, bular bir katta sabablar bo'la oladi. Va gohi ham albatta ba'zi kasalliklarki, jismiy kasalliklarki muzmin sayr qiladi, uzun muddat sayr qiladi. Ular ham bo'la oladiki, ruhiy cho'kish yo afsurdalikka sabab bo'lsa, bular albatta katta sabablardan. Va yo ham ilgari ham ishora qildimki, belirsizlik, siz oyandangizni peshbinlik qila olmasangiz, bila olmasangiz nima narsa bo'ladi. Maktab o'qisam bir narsa bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Yo ham yopilgan, qapangan maktablarimiz ochiladimi, ochilmaymi? Mana bachchalar katta bo'layotib, bular katta bo'lsa, bir ish kuch sohibi bo'la oladimi, bo'la olmaymi? Bular hammasi ruhiy kasallik o'sha afsurdagiga sabab bo'la oladi. Afsurdagi ruhiy o'zi qanday bir narsadir. Buning katta nishonalari, alomalari shuki, bir, hamisha jigarxun. Hech bir sabab yo'q, vali jigarxun o'zlarini istilosiga ichi qapqaro. Hech narsadan xushi kelmaydi. Hech narsa uni xushhol qilmaydi. Bali, uni xushnud qila olmaydi.
biron yaxshi mavrid yo biron to'yu mehmonli nimarsa bo'lsa iray tortib borolmaydi, borgisi kelmaydi. Hatto saliqasiga nimarsalarga ham oyista oyista tavajjuhi kam bo'ladi, o'ziga ko'proq qaramaydi. Uyqusi buziladi. Albatta bu uyqu buzilishligi necha raqam. Ba'zi kishilar oldiga beuyquli ruh beradiki, kecha uyqu tutmaydi. Ba'zilar go uyg'onadi, go yotadi, vali amiq uyquga ketmaydi. Va ba'zilar ham borki, hech baystilo ko'zi uyqudan ochilmaydi. Vali erta yana ham tursa, hech uyquga yotmaganday shundoq bir holatga turadi. Bu bir alomasi. İştihaga bir buzuqlik topiladi. Beishtiholi va go'yi ham pulxo'rlik. Ya'ni o'zini shu yemoq bilan nimasi bilan masruf qilmoqchi bo'ladi. O'sha uchun hatto vazn oladilar ba'zi kishilari. Bular albatta alomatlarni ko'p kattalaridan. Eng muhimi nimasi? Qo'rqib turadi hamisha. Bunday fikr qiladiki, bir yomon xabar eshitadi. Bir yomon xabar keladi, mana shu bilan narsa qiladi. Yig'laydi, hech sabab yo'q. Bir fursatini topsa, yo bahona qilib bir narsani yig'laydi, yo bironta bilanki bir dardahol qilmoqchi bo'lsa yig'laydi, yo yakka boshiga qolsa yig'laydi. Bular alomalardan shu ruhiy cho'kish yo afsurdagini alomalaridan albatta. Va albatta bu zamoniga tashxis bo'lsa va zamoniga doktorga murojaat qilsalar yo bir ruhshunosga, ravonshunosga murojaat qilsalar ko'p oson bir shaklga bo'laladiki, bularga ko'mak bo'lsa. Uning uchun tavsiya buki, agar bir odamni oldiga shu ilgari aytib o'tgan takliflardan bo'lsa bir nechitasi va bu 2 haftadan izofaroq davom qilsa, ishtiboh qilishi kerakki, mumkin bir ruhiy cho'kish va afsurdalikka musob bo'lgan bo'lsa. Albatta bu jigarxunlik, g'am boshqa sabablardan ham topiladiki, u afsurdalik aytolmaymiz. Misol suratga aytsam, biz chiqamiz dashga, bozorga ketmoqchi bo'lamiz. Bir odamni motor urdi yo 2 nafar urushibdi, yaqalashibdi, bittasini mayib qilibdi. Biz uni ko'rdiğimiz zaman jigarxun bo'lamiz. Albatta bu jigarxunlik kechishi, ya'ni bir necha daqiqa yo necha soat mumkin davom qilsa, u sonra albatta o'tadi. Vali ruhiy cho'kishga bir odam musob bo'lgan bo'lsa, mana shu alomalar davom qiladi, uzun muddat, oyista shiddati ham ko'payadi va bu aytgan alomalarni har qaysisi yoniga boshqa takliflar topiladi. Oyista jismiy ba'zi takliflar topiladi, miyasini tezobi ko'payadi, qabziyat, nafxobot, qaringa mudom shunday shishkinlik narsalar topiladi. Bu narsalar ham unga ilova beriladi. Afsuski, ruh cho'kishi bugun ko'plab o'lkalarda, xususan bizada o'lkamizga, Afg'onistonga ko'proq. Katta rahmat sizga. Va ketsalar, jur'at qilsalar, ya'ni borib o'zlariga diqqat qilsalar, doktorlarga ketsalar, shu pullar Afg'onistonga va butun dunyoga ruh kasalligiga bilan aloqali doktorlar ko'paygan. Yani uni normal bir shaklga qarshilab borib tadavlarni qilsalar bo'ladi. Ko'plar siz aytganday bormaydilar. Va menga ko'p jolib ediki, doktor siz bu ruh kasalliklari irsiy ham bo'ladi dedingiz. Ya'ni otadan, onadan yoki dadadan, buvadanmi, unda naslma davom berib keladi shu shaklga? Bo'ladi, bir qismati ba'zi takliflarda buni albatta irsiy ham bo'ladi. Yo onani qarniga ham topiladi. Hali xushvaqtona ba'zi peshrafta mamlakatlarga shu onani qarnigaki o'sha tifilni moyna qiladilar, yo onani qonini ba'zi mo'ynotga takmil qiladi. O'shirgan ba'zi kasalliklarda tashxis qilib, hatto mudohala qiladilar. Bu ham bo'ladi. Albatta irsiy bir shaklga. Vali ko'proq xususan Afg'onistondagi bir mamlakatlarga ko'proq mana shu muhitiy mushkulotli masala. Bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bu ham ko'p muhim. Ba'zi kishilar ilgariroq aytganimday ruhiy kasal biladiki, vallahi holati yaxshi emas. Bunday fikr qiladiki, men borsam bir tabir bo'lmasin, bu a'sob xarob demasinlar, yo xudoning xosta devona bo'libdi demasinlar deb yashiradilar. Holbuki bu sobit bo'lganki, ruhiy kasalliklarda bir ko'pi, xususan ruhiy afsurdaliklar oqil insonlar, boehsos insonlar, hushyor insonlarning oldiga ko'proq topiladi. Bu odamlarki dunyoning ustiga ray urmaydi,
ular kamroq misol beradi. Doktor Sep, ko'pdan ko'p tashakkurlar sizga. Yana bir muhim mavzu borasida so'ramoqchimanki, ba'zi bir muhofazakor o'lkalarda o'zarliklar, xususan o'z mamlakatimizga buni ko'proq ko'ramiz. Mullo xo'ja baxshi taviz kishilar bilan ruh sog'lig'i boraga aytib bersangiz, qanday bir ayrimchilik bor? Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tavsiyesi ham mana shuki, siz vaqtiki bir muhofazakor, aqidatiy, sunnatiy bir mamlakatga tiriklik qilasiz, siz o'rga doktorsiz, boyad o'rda urf va an'anot e'tiqodlarini ko'zga olsangiz, o'rdaki mullo, xo'ja, taviz, jodugar, baxshi, ular bilan o'ltirib boyad sozish qilsangiz, ular bilan tafahumga eshitsangiz, bir tazod boyad topilmasa. Ki Afg'onistonga bilasizki bir muhofazakor kishvar, uning uchun bu narsaga ko'p diqqat qilishlik kerak. Garchi Yevropaviy mamlakatlarga ham to 17-qarngacha kaliso bilan ko'p qiyinchiliklar bor edi har sohaga. Ular ko'proq hal qilganlar. Vali Afg'onistonga bor mavjud. Masalan, men vaqtiki Kobulga urushlar bo'ldi, Maymanaga ketdim, toshindim, go'rga ba'zi katta qo'mondonlarning yoniga mana shundoq mullo, xo'ja ba'zi kishilari bor ediki, ularga kishi gapirolmaydi ham. Ulardan hatto bittasi mergi tadoviy bo'laydi, do'stlarimizdan bitta tadoviy qilaydi. Unga aytganki, yo'q, seniki jinniyotdan davoni qat'a qiling, senga nuqs qiladi deb. Vaqtiki mergini davosini bir muddatdan sonra qat'a qilsangiz, mukarrar hamlalar keladiki, hatto marizni margiga sabab bo'ladiki, o'rga ham bir mariz vafot qilgan edi. Sonra men u kishini ko'rishdim, gapirishdim, tushuntirdim o'z tiliga. Albatta biz bir tafahumga yetdik. Men aytdimki, o'sha raqamiki ba'zi kishilar e'tiqod qiladi, sizlarga boradi. Men hech vaqt moni bo'lmayman. Kelingki, biz shunday nima qilamizki, ham davo, ham duo. Siz ham davo qilayotgan kishilarga moni bo'lmang. Burada bir muhim bir gap bor. Ruhiy kasallarda oldiga uch katta ba'zi alomat topiladiki, buni albatta tavsiya berishlik oson emas. Men ko'shish qilamanki, bir soda shaklga aytsam, mana gapni mana shu biroz muhlaq qiladi. Masalan, bittasi haziyon. Alaylaydi deymiz, yo bironta qarangki ko'p eshitmasi ham baland ketgan bo'lsa, aljiraylaydi, ba'zi gaplar aytadi. Buni haziyon deydilar. Ba'zi narsalar ko'ziga ko'rinadi, u bir narsa qiladi. Buni haziyon deydilar. Bir holat borki, uni illyuzion deydilar yo hib deydilar ki boshqa bir ajoyib narsalar ko'radi. Hatto bir narsani boshqa bir narsani o'rniga ko'radi. Ko'ziga ko'rilyapti, shunda ko'rilyapti deydilar. Aynan shundoq. Yo barason deydilar ki voqean u ko'radiki, ustiga hamla qilib kelayotibdilar. Mana qarang, qo'rqib mana keldi nimasi deydi. U yolg'on aytmaydi. Rostam ko'radi, eshitadi va his qiladi. Ki buni barason deydilar. Mana bu holatga bo'lgan marizlar ki vaqtiki shundoq deydi, o'zi ham vaqtiki bir holati salo, bir g'animatli yo bir beg'udli nimasasiga aytadi, meni jinniyotim bor degan. Halbuki ruhiy kasallikdan mansa topgan ba'zi narsalar. Buni uchun biz albatta u aqidatiy narsalarga, ki bizda aqidamiz bor, albatta bir kishvar islomiy, biz buni ehtiromimiz ham bor, hurmatimiz ham bor, uni albatta o'z joyiga qo'yamiz. Biz maslakiy jihatdan boyad bo'rga inot qilmasak u kishilar bilan. Böyle bir yo'l topsayki, ham davo va ham duo, shu ikkisini barobar biz ilga olib ketolsak. Ben Facebook'ka ba'zan ko'raman, yo ba'zan eshitaman, yo ba'zan ba'zi telefonlar olaman. Siz rahmatman bunga nima bo'lgan bo'lsangizki, ba'zi kishilar davoyi payg'ambarlik qiladi, yo davoyi viloyat qiladi, yo davoyi podshohlik qiladi. Haziyonat-ı muzmini sistematize edilir ve o'shanga şamil bo'ladi ular. Endi u kishilar kasal. U bechoralarni yo jazo beradilar, yo bandi qiladilar, hatto e'domga mahkum Yo o'ldiradilar ko'pini. Bali yo. Uning uchun bu gaplarga ko'p diqqat qilishlik kerak. O'sha uchun muhofazakor o'lkalarga, Afg'onistonday ruhshunos doktorlar bunga ko'p diqqat qilsa, buni nazarga olsalar. Teşekkürler. Sizin cevabınız ko'plab noto'g'ri tasavvurlangan kishilar uchun inshaalloh bir eshik bo'lsin va ularga foydalansinlar bu yo'ldan. Yana bir muhim mavzu borasida so'roqlar bor, doktor Sep. Ming afsus bilanki
o'lkamizga har kun soni ortib bormoqda. Muxaddir moddalar yoki uning ehtiyoti va zararlari haqida ham ma'lumot istaganlar ko'ruvchilardan. Shu borada ham bilgi bersangiz xursand bo'lamiz. Buyuring, doktor Sev. Taassuf bilan aytishimiz kerakki, shunday bu bangor moddalar, muqaddar moddalarni iste'moli ham Afg'onistonga juda ko'payib borgan. Bu katta bir musibat. Albatta boshqa kishvarlarga ham bor. Avvaliy Afg'onistonga, ba'zi kishvarlarga odam ko'radi, ayniqsa Afg'onistonga bu ko'p bir musibatga aylangan. Albatta shu mo'tot bo'lishlik yo odat bo'lishlik tarifi mana shu qisqacha. Buni men tushuntiradigan bir tilga aytolsam, aytadilarki, mo'tot o'sha kishiga aytiladiki, o'sha odat qilgan davoni oladigan vaqti kelganga hech boshqa narsa uni joyini ola olmaydi. Shuni deydi. Buni tarifi mana shu. O'sha uchun bir mo'tot agar xudoyini xohlasa otasi, onasi o'lgan bo'lsa, uni kafanni keytidan yebarsalar, o'sha holatga boshiga kelsa, o'sha moddani oladigan vaqtiga kelgan bo'lsa, o'sha pulga borib mavod oladi, iste'mol qiladi, u boshqa narsalarni unutadi. Fikr qila olasizki, qancha vahim bir narsa. Mo'tot bo'lgan kishilar onasini bo'xchasini uradi, xotinini zevarotini olib sotadi, har bo'g'irlik qiladi, odam o'ldiradi. Nima uchun? O'sha narsani takofuq qilishlik uchun. Kobilga biz necha bistar albatta shu mo'totlarni tadovisi uchun ham bor edi. Hatto ba'zi yosh yigitlar, javonlar, bachalar hatto bistar edi. Men so'ragan edimki, bu qanday bo'ldi, qanday mo'tot bo'lding? Aytadiki, bilasizki, bu xususga shu bangor moddalarni, muqaddar moddalarni sotgan u tojirlarning xonalari xarob bo'lsin, ko'proq ular xatarnokroq, ularni ijro olishligi kerak. Aytadiki, bizlarga kichkina xalta berdilar. Aytdiki, shuni iste'mol qilginki, bexi tamoman g'am olsang yaxshi bo'ladi. Bexi bunisini ko'rginki, nima holat senga bo'ladi. Bir ro'z, ikki ro'z buni bizga muft berdilar. Biz buni ichdik, chakdik, yo yedik. Sonra odat qilgandan rasulda deb biz aytdik, endi o'shani qilib bering. Aytdiki, yo endi bo'lmaydi. Sen mana bu 5 xaltani borib sot, sonra men senga beraman. Mana bundoq qilib buni nima qiladi, yoyadilar mardum darasiga. Agarchi Afg'onistonga bilasizki, sog'liq sektori ko'p zaif edi, har joyga klinik yo'q edi. Uzoq mintaqalarga, xususan Oqcha, Mingajik, Anxoy yo Bodg'iz yo Chiqcharon o'rlarga ko'pi shu klinik bo'lmagani uchun ko'p marazlarga qarodori deb taryoq beradilar. An'anaviy bir shaklga nimarsa bo'lgan edi. Men otini tutmay Afg'onistonga ba'zi mintaqalar borki, bilkul o'rga bu holatdan avval ham an'anaviy bir shaklga va yo ham mana shundoq bir foydasi bor deb bir shaklga bu shu topgan edi. Albatta Afg'onistonga bu shartlardan sonra bu 2-3 holat bo'ldi. Ba'zilarni mana shu ko'proq xususan bu tojirlar, qochoqlarlar ko'proq rushd berdilar, ki bu hanuz davomi bor, ko'p xatarnok. Biri buki ba'zilar fikr qildilarki, mana shuni iste'mol qilsalar g'am g'ussalari kamayadi deb. Va bilmaydilarki bu o'zi sonra bir katta ofat. Hech bilmayman. Bir kishi aytaydiki, men bir ikkita o'g'limni shahid berdim, uyqu tutmadi. Bir kishi menga aytdiki, mana shu taryokdan bir olsangiz uyqingiz g'animatroq bo'ladi-da, bir ikki kecha oldim, nima qildim. Holbuki o'zi menga musibat bo'lgan, kishi bilmasinki men menga mo'todman, bo'lga bistar bo'lganimda, men shavqdan mo'tod bo'lganim yo'q deb. Mana bunday badbaxtliklar ham bor. Vali badbaxtona Afg'onistonga ba'zi mutanaffislar, ba'zi puldorlar, ba'zi o'sha mardumni pulidan, narsasini keytidan sarmoya egasi bo'lib mo'tabar bo'lgan kishilar xushguzarlik uchun ham bu moddalarni iste'mol qildilar. Buning uchun Afg'onistonga ayrim shakliga bu shuyu topgan, ba'zilar zavqdan, safodan olgan, ba'zilar majburiyatdan olgan va ba'zilar ham albatta shu qochoqlarning shikorchisi bo'lgan. Ki bu ko'p muhim, ko'p xatarnok va buni oldini olishlikni faqat chorasi shu. U kishi boyat qanoat berilsa.
o'zi tasmim olmasa hech foyda qilmaydi. Bandi qilmoq bilan, urmoq bilan hech foyda qilmaydi. Ko'p kishilarda borki, bilasizki, e'dom qiladilar. O'li kamaygani yo'q, kamitolmaydilar. Buni yo'li u emas. Ilmiy jihatdan boyat taqozo kam bo'lsa, bor vali kishi olib uni iste'mol boyat qilmasa, bu yo'llarni nimarsa qilsa, buni yo'li ham nimarsa, masalan, javohirlar uchun sport maydonlari tuzatilsa, maktablar ochiq bo'lsa, ularga bir sargarmlik imkonlar bo'lsa, bu albatta kamayadi. Albatta tabliğot ham ko'p muhim va hukumatlarning vazifasi shuki, qochoqlarni jarayonga olsin. Ki olmaydilar mutassifona, ko'proq shu amniyatiy masala ham o'zlari qiladilar shu ishda. Ko'p joylar bu albatta do'stlarga, ben Hindistonga bir necha martaba bu xususga ketganmanki, o'rga hunarmandlar ko'proq daxil edi. Sonra men aytdimki, bu qandoqdir, shu hamma shu aytadiki, bizdan ko'ra shu hunarmandlar mardum ko'p yaxshi ko'radigan, u chiqib tabliğot qilsa, sonra u ko'proq ta'sir qiladi deb. Bu nimasadan ko'p katta bir hunarmand Hindistonga u ham mo'tot bo'lgan edi. Uni otasi meni ko'p oshgan bo'laydi. Sonra aytdiki, men bu bangor moddani bir marketdan olamanki, bir polis karakolini yo polis amniyati steshanini tom yoniga uni deb. Yine ko'p joylarga badbaxtona, chunki bu ko'p manfaatli bir narsa, necha qo'llar bir joyga ishlaydi. Buning uchun bunga ko'p diqqat qilish kerak. Oilalar xususan avlodlardan ko'p ehtiyot qilish kerak. Maydalikdan. Katta rahmat. Ayniqsa yoshlarimiz va ota-onalarimiz uchun juda muhim nasihatlar va suhbatlar bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, dasturimiz asta-sekin o'z adog'iga yetib boradi. Siz Samon yo'li dasturi Vatan radio televizioni orqali jonli ko'rmoqdasizlar. Doktor So'yib, oxirida aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, eshitaylik. Ruh sog'lig'imizni saqlash uchun bu xususdagi tadbirlarimiz nimalardan iboratdir? Bu boraga aytsangiz, undan keyin barnomamiz o'z adog'iga yetadi. Buyuring, doktor So'yib. Ko'p albatta aytilayotgan gap ko'p. O'zi aytganday, bu gaplarda yoki shu savollarda har qaysisi shunday bir programga ham sig'maydi. To'g'risi, bu odam tafsilan gapirsa, beni arz qilayotganim muxtasar shaklga yo ko'ta shaklga shuki, bir inson boyad har kim o'ziga ko'ra boyad do'st, o'sha musbatnigar, o'sha xushxuy, u kishi bilan gapi qo'shiladigan, irayini xoli qilayotgan boyad do'stlari bo'lsa, irayiga saqlamasa, agar bir odam bir gapni irayiga saqlasa, har narsani irayiga saqlayversa, u katta bir nimarsa. Buning uchun yaxshi do'st bir katta yaxshi bir ne'mat. Ikki, hayot tarzini boyad inson tag'yir bersa, bu injirlikdan, ko'p bola xudpisandlikdan, bu narsalardan boyad o'zini ehtiyot qilsa, u ko'shish qilsaki, bu narsalardan uzoq tursa, buni albatta qayg'u, g'ussa, g'am, o'sha otifani mudiriyat qilishlik deydilar. Masalan, ba'zi odamlar anday narsaga bunday asaboniy bo'ladiki, bunday bir aks amal ko'rsatadiki, bilamizki, ko'p oson shaklga ba'zan ba'zi kishilar bir nafarni o'ldiradi. Agar har qotil, har mujrim gunohni ishlagandan sonra pushaymonman deydi. Ma'nosi buki, boyad odam shuni masalalarni mudiriyat qila olsa, kontrol qila olsa. Buni albatta Xudo aytsa, qanday kontrol bo'ladi? Ko'p sodda shakllari bor. Masalan, bir odam shunday bir tez achchiq istiloyi vataniga, agar shunday bir holat kelganiga hech narsa ham bo'lmasa, 3 dafa, 4 dafa, 5 dafa katta bir nafas olib nimarsa qilsa, mana shu o'zi azalotni, shu moyichalarda shu tashannus qilgan holatini biroz narm qiladi, biroz fursat nimarsa qiladi. O'shandoq bir katta jiddiy bir narsaga qo'l urmaydi, o'sha holat o'tadi. Bunga mutavajjih bo'lish ko'p qiyin. Hayot tarzini tag'yir berishlik ko'p muhim. Burga men bir misol bermoqchimanki, bunga aziz do'stlarimiz yaxshi tavajjuh qilsin. Misol ko'p sodda, vali nihoyat omuzinda. Bundan ko'p narsalar o'rgana oladilar. Bir Kanadalik professor bor edi, Ravon Pizishk, men ham undan ko'p narsalar o'rganganman. U aytadiki, bir ruhiy tadoviy programimizga albatta necha nafar yig'adilar, u gapirishiladi. Bir odam keldi dedi, birinchi kuni edi.
aytdi xo'p seni nima taklifing bor? Aytdiki men ertaminam joyimdan hech turgim kelmaydi, vazifaga ketgim kelmaydi, saliqam soqolimni olib hammom qilib qo'limni uti qilib kiygim kelmaydi, bir joyga xabar qilsalar borgim kelmaydi. Qancha vaqt bo'ladiki shu butimni nimasamni ranglaganim yo'q, qo'limni uti qilganim yo'q. Hatto shu oshpazxonadan borib non yemoqqa yuragim bo'lmaydi. Bir ravonshunos javon, tozakor bir ravonshunos bo'ladi va aytadi sen tambal bir odamsan degan, sen mariz emassan, sen bir tambal bizaga kelibsan, sen kasal emassan, tambalsan. Bu dedi qaradi joyidan turdi, shu darvozani mahkam qapadi va bir g'umg'umlab chiqdi ketdi dedi. Biz aytdik sen yaxshi ish qilmading, nima uchun bundoq qilding? Va har holga program davom qildi. Bir 3 hafta, bir oydan nari o'sha odam dubora keldi va ko'ramizki bu boshqa bir odam. Qolosi uti qilingan, sochi taralgan, soqol olingan, buti rang qilingan. O'ltirdi, hay programda oxirigacha biz programni tadaviy ruhiyga bitdi. Sonra aytdiki, ijozat iladi, aytdiki men avval bu ravonshunos xonimdan, bu qizimizdan men uzr tilayman. Men bilmadimki buni gapi meni tadaviyim uchun ekan. Men achchig'im keldi, ketdim, buradan ketdim, men aytdimki men marizmanmi, tambalmanmi? Soqolimni oldim, hammom qildim, ikkita oshnamda borib ko'rdim, ular bilan o'ltirdim, qissa qildim, kecha ham bir teatrga ketdim, kecha ham yotdim, ertayimdan turib, yana ham hammom qildim, qo'limni uti qildim, vazifamga ketdim, yana buradan chiqib ba'zi oshnalarimga ketdim. Ha, aytamanki bu xudo ursin buni, bu meni tambal dedi, menga tavhin qildi deb, ham uni ustiga achchig'im ham shu narsalarni takror holi ko'raman, men tuzalibman. Men holi yaxshi uyquga yetaman, do'stlarimni borib ziyoratiga ketaman. Qarang, bu yerga biz nima natija olamiz bundan? Bir, bu kasalliklar qobil tadaviy ekan. Bu odam holbuki bir jiddiy ruh cho'kishli afsurdagisi bor edi. Bu mana bu shaklga tadaviy bo'ldi. Shu ruhiy tadaviyni ham guruhi shakliga bo'ladi. Foydasi shuki, marizlar bir-biridan ko'radi, birtasi ko'radiki, ha, buni ham meniday taklifi bor ekan. Men fikr qildim, nima uchunki ruhiy kasallar ba'zilar bunda fikr qiladiki, shu dunyoga boshqa ham meniday bir badbaxt bormiki, mana shunday musibati bo'lsa, ichim hamcha qap-qaro deb. Buning uchun buni tushuntirishlik kerak. Qarangki, bu odamni mana shu bir gap bilan hayotiga tag'yir keltirdi va ham tuzaldi, ham dubora o'sha narsasini, sog'ligini qo'lga keltirdi. Mana shu shaklga agar bir odam qilolsaki, har ro'z agar sport qilmasa, bir necha daqiqa piyodagarlik qilsa, ba'zi musbat nigar do'stlari bilan xushxo'y o'sha ba'zi do'stlari bilan o'ltira olsa, yuragini dardini xoli qila olsa va saliqasiga tavajjuh qila olsa, er xotin o'z arasiga bir muhabbat bir ijod qila olsa, ko'p nima bo'lmasalar, bayislar zudranj bo'lmasalar, nimasi bo'lmasalar, bo'layotgan bir gap, bir rahnamoliy bilan, ya'ni bu amaliy bo'layotgan bir gaplar. Albatta mana bular ko'p bola tag'yir qiladi. Buni ta'siri buki, shu ruhiy cho'kishga giriftor bo'lishlikdan, musob bo'lishlikdan ham jilovgirlik qila oladi. Agar bo'lsa, uni kam qilishligiga ko'mak qila oladi, hatto tadaviy bo'la oladi shu bilan. Albatta bu holatda pesh haftasiga boyagi bir doktorning mashvarasini olsalar, undan uni fikrini olsalar va ba'zi holatlarga albatta davo ham kerak. Uning uchun aytish kerakki, agar bir odam uzun muddat uyqusi xarob bo'ladi, hofizasi xarob bo'ladi va yo ham hamisha jigarxon, hech narsa xushhol qilolmaydi uni, boyad bir martaba doktorga ko'rsatsa. Albatta bu hofiza xarobligi ham hamisha kasallikka marbut emas. Masalan, bir odam ko'p narsalarning ustiga fikr qilib tursa, yo bir necha programning ustiga fikr qilib tursa ki, erta shu qandoq bo'ladi deb,
o'sha holatga ham bir odam hofiza yo tez faromush qila oladi bir narsani, yo tezga yodiga kelolmaydi. Boyagi uni daf'atan yod faromush deyolmasak. Vali bunga ham diqqat qilish kerakki, ilgariroq ham aytib o'tdimki, u bangivor moddalarning muqobiliga holi ba'zilar mobil telefonga va internetga bunga muhtoj bo'layotibdilar. Men Tarin bir barisi. Morga muhtoj bo'lgan kishilar, bu internet va telefonga muhtoj bo'lgan kishilarning tadovisi hammadan ko'ra qiyinroq. Hali hushi masnuiy deb narsa bo'libdi, uni ham agar joyiga tuziy istifoda bo'lmasa, badbaxtona uni ham foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'ladi. Ko'p ba'zi javonlarni ko'raman, tuziy biron joyga ko'rgani yo'q ketadi, ranamoni ochadi. Vali uyiga kelayversam ranamoni ochadi. Biz-ku do'stlarimizni, oshnalarimizni telefonini hammasini yoddan biladi. Hali ko'p kishilar hatto o'z telefonini yoddan bilmaydi. Bu ham o'sha ko'rshi faromushkorlik narsalarga zarari bo'ladi. Buni ham bo'lat ehtiyot qilishlik kerak ota-onalarni, avlodlarni bu xususga bo'lat bir ozroqgina kontrol qilishlari lozim. Uni incitmadan, albatta foydali narsalarga yo darsi uchun narsa bo'lsa, ularga albatta ijozasi bor. Ota-onani bolalar bu muhtojlik hammadan ko'ra xatarnok. Mag'izlarning yomonidan o'qigan. Qiymatli tavsiyalaringiz uchun samimiy tashakkurlik bildiraman, doktor Seb muhtaram. Bugun dasturimizga vaqt ajratib qatnashganingiz uchun, qiymatli ilmiy ma'lumotlaringizni biz bilan sharik qilganingiz uchun ko'pdan ko'p tashakkurlar deyman. Shuningdek, aziz tomoshabinlar va tinglovchilarga ham hamroh bo'lganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Kelasi barnomalargacha yana uchrashguncha hammalaringizga sog'lik, sihat va salomatlik istayman. Ko'rishguncha xayr amon qolinglar. Kattakon rahmat doktor Seb. Sog' bo'ling, sizga ham tashakkur. Men umid qilamanki, do'stlar bu biroz paroganda bo'ldi. Nima uchunki, chun ba'zi ko'p vasi men ham buni kichik qilmoqqa ko'shish qildim, hamsola qilmoqqa. Uning uchun umid qilamanki, biroz foyda olgan bo'lsalar, sog' bo'lsalar, men ham hurmat taqdim qilaman. Xudoning amoniga bo'lsinlar. Siz ham do'stlarim. Tashakkur. Sog' bo'ling doktor Seb.